Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komiteti CACC 1 fevral kuni yig'in chaqirib, yig'inda ya'ni bu yil 1-oyning 23-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida chaqirilgan Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga qarab chiqish yig'ini haqida mutaxassislar va faoliyatchilarning fikrini olgan. Yig'in mazkur komitetning raislaridan Avam palata a'zosi Christopher Simsning kirish so'zi bilan boshlangan. U Xitoy hukumatining yaqinda o'tkazgan qarab chiqish yig'iniga nurg'un kishidan tarkib topgan bir hay'at bilan kelgan bo'lsa-mu, baribir ilgari surmoqchi bo'lgan safsatisini haqiqatga aylantirolmaydiganligini bildirgan. Yig'inda doklad berguvchilarning biri Texas Austin Universiteti Robert Taurus xalqaro bexatarlik va qonun markazining tadqiqotchisi Rana Sioyovdin bo'lib, o yig'inda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash xalqaro organlarni ta'sis ostiga ilish haqida atrofli doklad bergan. Rana Sioyovdin xonim yig'inda Xitoyning kishilik huquq vaziyatini universal qarorlik tekshirish yig'inidagi ahvollarni analiz qilib turib, Xitoy hukumatining bu yig'inda davlatlarning Xitoy ahvoliga adil va atrofli baho berishiga to'sqinlik qilganligini bayon qilgan. Kishilik huquq ko'zatish tashkiloti 2-oyning 1-kuni e'lon qilgan dokladida dunyoga donliq avtomobil shirkatlari ishlab chiqargan alyumin qatorliq materiallarning Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Bu shirkatlar ichida Amerika hammabop avtomobil shirkati, Tesla, BYD, Toyota, Volkswagen qatorliq shirkatlar bor ekan. 99 betlik bu dokladda yuqorqi shirkatlarning Xitoy hukumatining besimiga tez pukib, Uyg'ur majburiy amgakidan foydalanayotgan Xitoy shirkatlari bilan sheriklashganligi, aslida ko'pincha davlatlarning Xitoydan kelayotgan alyuminning majburiy amgak bilan bo'lgan munosabatiga sal qarayotganligi bildirilgan. İnsan haqlarini ko'zatish tashkilotining aytishicha, Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan alyuminlar Xitoyda avtomobil zapchaslarini yasashga ishlatildi ekan. Arkadan bu zapchaslar xalqaro avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatlarga setiladi ekan. Uyg'urlarning qonuniy haqlarini oshkora talab qilganlik uchun 2014-yili 1-oyda tutun qilinib, shu yili 9-oyda Urumchida milliy qudratqo'liq va davlatni parchalash jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan atoqli Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti Amerika Davlat Majlisidagi palata a'zolari tomonidan 31-yanvar kuni 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'sh raislaridan Avam palata a'zosi Chris Sims va Kengash palata a'zosi Jeb Merkeli Norvegiyadagi Nobel komitetiga xat yozib, Xitoy turmusida yetayotgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti qatorliq 4 kishini 2024-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatgan. Amerika 10 Xitoy shirkatining Amerika texnikasi bilan Xitoy harbiy sanoatiga yordam berishni cheklash uchun ularni harbiy soat shirkatlari tizimligiga kirgizdi. Egilishicha, yangidan qo'shilgan tizimlik Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining tor betida e'lon qilingan bo'lib, ular Xitoyning ichki saqlag'ich o'ziga ishlab chiqaruvchi Changjiang daryosi saqlag'ich texnologiya shirkati, sun'iy idrok sohasidagi Konshi texnologiya shirkati, lazerlik radar ishlab chiqaradigan XSI texnologiya shirkati qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankasının boshlig'i Hafize Gaye Arkan o'zining ijtimoiy aloqa hisobidagi yozmasida vazifasidan istifa berganligini e'lon qildi. U uzun yil Amerikada yashagan va ishlagan bo'lib, o'tgan yili iyunda Turkiyaga kelgan va Markaziy bankining tunji ayol boshlig'i bo'lgan. Saudiya Arabistonning Amerika prezident saylimidan burun Washington bilan bo'lgan mudofaa kelishimini tasdiqlash bedeliga Isroildan bir Falastin davlati qurish haqida cheklash kuchiga ega bo'lmagan bir va'da elishni xohlaydiganligi ilgari surildi. Riyad doiralarining Isroil bilan bo'lgan diplomatik munosabatini normallashtirish va bu davlatni e'tirof qilish uchun Amerika boshchiligidagi diplomatiyasi G'azzadagi urush sababli to'xtab qolgan edi.